18-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz Chekmafeyda joylashgan bo'lib, 150 o'ringa mo'ljallangan. Hozirda 210 nafar bolajonlarni qamrab olganmiz. Tashkilotimizda 5 nafar oliy toifali, 11 ta mutaxassis pedagog faoliyat olib boradi. Yozgi sog'lomlashtirish davrini tashkil etishda turli xil ko'ngilochar tadbirlar, sport musobaqalari rejalashtirilgan. Jumladan, ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari, bolalar bilan qiziqarli ko'ngilochar o'yinlar tashkil etish, yaxshi kayfiyatda o'tkazish uchun tashkil etiladi. Bolajonlarimizni sport bilan chiniqtirib borish, muntazam tadbirlar bilan tashkil etish ularni ma'naviy shakllantirishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Men Asaka tuman 18-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga 2018-yili mudira bo'lib tayinlanganman. Shu davrdan buyon mana shu muassasani obod qilishda o'z mehnatimni sarflashga harakat qilyapman. Pedagoglar jamoasi bilan chiroyli kayfiyatda ish tashkil etib, hududdagi bolajonlarni to'liq qamrab olib, ularga davlat talablari asosida ta'lim tarbiya berishda faoliyat yuritib kelmoqdaman. Muassasamizda ingliz tili to'garaklari tashkil etilgan, sport to'garaklari tashkil etilgan, defektolog logoped mutaxassisligimiz bor. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar bilan ishlab, aholidagi murojaatlar bo'yicha nutqi bilan ishlashda amaliy yordam berib kelmoqda. Bizning muvaffaqiyatlarimizdan yana biri bu yil 2 nafar pedagogimiz dual ta'lim yo'nalishiga o'qishga tashlab, yaxshi ballar bilan o'qish imkoniyatiga ega bo'lishdi. 2 nafar pedagogimiz hozir sirtdan ta'lim olmoqda. Kelgusi yili tamomlaydi. Yana oliy mutaxassis pedagoglarimiz soni ko'payib boradi. Kelajakdagi maqsadim men ikkinchi tilga mo'ljallangan guruhlar tashkil etishni rejalashtirganman. Chunki bolajonlar qancha erta til bilishni o'rgansa, ularda nutq rivojlanishi yana ham samarali bo'ladi. Hamda bolajonlarni dunyo qarashini o'zgartirishga, bolajonlarni dunyoni bilishga bo'lgan ishtiyoqlarini oshirishga yordam beradi. Shuning uchun ikkinchi til mutaxassisligi bo'yicha guruh ochishni rejalashtirdim. Ota-onalarimiz bilan muntazam tadbirlar tashkil boramiz. Ular bilan ma'naviy tadbirlarda ko'proq onajonlar o'gitlariga asoslangan kasbga yo'naltirish tadbirlarini tashkil etgan edik yaqinda. Sport tadbirlarida ota-onalar bilan jalb qilib muntazam tashkil etamiz tadbirlarda hamda bolajonlarni sog'lom ovqatlantirishiga alohida e'tibor qaratgan holda ota-onalarimiz nazoratlari bor. Ya'ni ular bizni ovqatlanish jarayonimizga ham nazorat qilib borishadi.